Bundan buyog'iga videoni men mana bunday qilib olaman. Chunki bir ikkita negativchilar aytibdi, Umidjon qo'lingni buncha qimlatsan deb. Qanday chiqar ekan? Bo'ladimi? Bo'lmaydi ya. Assalomu alaykum, Umid Rashidov YouTube kanali kuzatuvchilari. Bu videoni bejizga men bunday boshlamadim. Bir ikkita aqlli obunachilarimiz aytdi, Umidjon buncha qo'lingni qimlatasan deb. Imkoni qimlatish kerak, chunki bu yerda mana bunday qilib ko'rsatish kerak. Bunaqasiga video qilib bo'lmaydi. Bugun sizlar bilan har doim chiqarib boriladigan Qiziriqlik To'lqin akamizda Gipki kamen sexida ishlab chiqarilgan fasadni aboylarni bitgan xonadonni sizlarga ko'rsatamiz. Surxondaryo viloyati Angor tumani Ta'lim-Aron 6-bo'lim Yusuf akamizning xonadoni. O'zimizda muntazam kuzatib boradigan akamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin 3 xil rangdan foydalanilgan juda chiroyli fasad yaratilgan. O'zingiz bitta ko'rib baho berasiz. Men ichkarilarni, tashqarini, hamma joyni ekranga chiqarib boraman va hozir sizlarga mana shu Gipki kamen fasadlarimizda to'liq ma'lumotlarni To'lqin akamiz va xonadon egasi Yusuf akamiz birgalikda berishadi. Narxi necha puldan bitgan va qanday tartibda qilindi, nima uchun 3 xil rangdan foydalandi. Hammasi haqida to'liq ma'lumot beriladi. Siz esa har doimdek like bosib, ustalarimizning xizmatiga bitta podдержка qilib kommentariy yozib qo'yasizlar. Agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obunani bosib qo'ysangiz, Yusuf akamizga o'xshab har doim videolarni siz birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Uyimizda ichkari tomonni sizlarga qisqacha ko'rsataman. To'lqin akamizning o'zlari sizlarga o'zi ma'lumot berishadi. Assalomu alaykum, To'lqin aka, yaxshimisiz? Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli Umid Rashidov YouTube kanali kuzatuvchilari hamda bizni doimiy kuzatib boruvchilar. Ishlarimizni mana bugun Umidjon bilan Angor tumaniga keldik, Ta'lim-Aronga 6-bo'limda qilingan uyimiz. Bu uyimiz ham shu 3 xil fasonda qilingan Gipki kamen mahsulotlarimizdan bo'lgan. Aslida bu uyimiz bitganiga bir 2 oylar bo'lib qoldi, Umidjon. 2 oylar oldin bitgan edi. Bu 3 xil fasonda buni chiqargan edik, chiqarmagan edik. Endi bugungi Jarqo'rg'ondagi 2-uyimizga qo'shib buni ham chiqaraylik dedik. Sababi 3 xil rang bo'lgani. Hozir Jarqo'rg'on boramiz, ha? Ha, hozir Jarqo'rg'ondagi 2-uyimizda ham buni davomiga ulaymiz. Bu uyimiz 150 kvadratdan iborat bo'lgan, rovna 150 kvadrat bo'lgan, narxi 90 mingdan qilib berganmiz, 13,5 million pul bo'lgan. Uyimiz shkatorkada turgan, shkatorkadan buyog'ini hamma mahsulotni o'zimiz olib kelib, shu turish ko'rinishdagi bitirib chiqib ketganmiz. 90 mingdan kvadratini. Mahsulotimiz har doimgidek shu sifati va ko'rinishi o'zining originallik jihatidan o'ziga yarasha vid berib turibdi uylarga. Bu so'killar ham bo'lgan. So'killarni ham qilib berganmiz. Mana shunday granit fasonlarda qilib berganmiz. To'lqin aka, nimaga 3 xil fason tanlandi bu yerda? Bu endi shu 3 xil fason tanlanishidan sabab uyda egasining o'zining ehtiyojidan yo nimasidan kelib chiqqan holda tanlaganmiz. Uyda egalari mana shunaqa qilib bering degan, shunaqa qilib berganmiz 3 xil fasonda. Endi Surxondaryoni issiq, sovug'iga chidamlilik jihatini ham bitta aytib o'tib ketasiz, chunki oldingi videolarimizda ham aytganmiz-ku, ko'p kishi uni eshitmagan bo'lishi ham mumkin-da. Shunaqa. Bu mahsulotimizda issiq sovuqqa chidamligiga 10 yil garantiya beryapmiz. Hozircha 5 yillik tajribadan kelib chiqib, yana ham aytishimiz mumkin, mahsulotimiz rossiyskiy texnologiyada ishlab chiqaramiz. Buni tekislik jihati, blest berish jihatlari hammasi original variantda ishlanadi. Endi mahsulot issiqqa, sovuqqa chidamliligiga garantiya. 10 yil kafolat beryapmiz. 10 yildan keyin ham turaveradi bu. Hech qanaqa issiqni, sovuqni o'ziga olmaydi yoki ichkariga suv, namni ham o'tkazmaydi. To'lqin aka, keling. Hamma o'zining mahsulotini baribir yaxshilaydi. Yomon demaydi. Shunday. Keling, uyda egasidan bitta qisqacha fikrini so'raylik. Chunki 2 oy bo'lgan. 2 oy bo'ldi. Yusuf akamizning o'zlari ham hozir kirib kelgandan o'zimizni kuzatuvchi obunachimiz ekanlar. Mana 2 oy mobaynida qarindoshlar qo'yni qo'yishni qanaqa fikrda bo'lgan? Shuni ham bitta o'zlaridan so'rab ko'rsak. Bo'ldi. Mikrofonni Yusuf akaga berasiz. Mana menikini bering. Xo'p. Yusuf akamiz, assalomu alaykum. Yusuf aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana mikrofonni taqib olasiz. Yusuf aka, To'lqin aka maqtaveradi. Mahsuloti. Fikringiz 2 oy o'tdi, qanday? Fikrim endi bu fikrim yaxshi. Qo'ni-qo'shnilar hammasi bu manoga hozircha hamma maqtashib nima berishyapti. Juda yaxshi ekan. Bu svetlari ham svetnoy. Bu bunday aytganda bir chiroyli fason chiqqan deb hamma maqtab ketishyapti. Negativ yo'q hozircha. Bu endi ko'rinishidan bir boshqacha ko'rinyapti-yu, odamlar ko'rib ketyapti-da. Bu nima bu kraskadan yopishtirildi mana yo'q, bu Aboyni Gipki kamen degan mahsulotimiz ekan. Bu do'stimiz To'lqinjonni
gruppada bir telegramda ko'rib qolib shu orqali chaqirib nima qildirganmiz. Kim tavsiya qildi sizga? Gruppada ko'rganman, uni internetda ko'rganman, shu orqali bu yoqda chaqirib, telefon qilib, uyga chaqirib, nima qilganmiz. Keyin bu nimalarni qo'yib boryapti-ku istoriyalarga. Shularga qarab men shu fasonni tanlaganman. Endi har xil fasoni bor-ku. Shu fasonni tanlaganman. O'zimga yoqqani ham fasoni shu patologga nima bo'lib turadigan, mos bo'lib turadigan fason bo'lgani uchun shuni tanlaganman. Kvadrati 90 mingdan qilib berishdi bular. Ustalar xizmati qanday ekan? Ustalar sifatli, yaxshi. Juda ajoyib mehnat qilib ketishdi. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz. Qo'ni-qo'shni og'aynilar hammasi yaqin qarindoshlarim olib qilamiz deyishyapti buni. Bu fasonni boshqa fasonlariga ham bir nazar tashlaymiz deyapti, ko'ramiz deyapti, lekin mana shu fason chiroyli chiqdi deyapti ko'plar. Qo'ni-qo'shni, og'aynilar, Bu qarindoshlar. narsa qilingan, ko'rib turibdi-da, живой. Живой, живой. Ha, bu kelgan odam ko'ryapti, bu nima deyapti, nima bu deyapti-da. Bu hozir hayron qolyapti-da ko'plar. Bu nima narsa bu? Bu aboymi, boshqami deb nima qilishyapti, lekin sifatli mahsulot ekan. Siz internet kuzatasizda? Mana shunaqa. Har doim sizlar kuzatmaydi. sizni pastdan sizda ayniqsa Umid Rashid kanalini ko'pincha boshqa nimalar bo'yicha ham kuzatib boramiz sizni. Lekin shu To'lqinjon do'stimizni ham alohida kuzatib boraman. Qanday bo'lyapti, fasodlar qanday bo'lyapti, nima bo'lyapti, hammasini alohida. To fasod bitguncha faqat ko'rgansiz, 2 oydan beri ko'rganingiz ham yo'q. Yo'q, ko'ryapmiz, sekin-sekin ko'rib boryapmiz. Shunday. O'rtoqlar, uy haqiqatan zo'r chiqqan. Proyekti ham zo'r. Umidjon, mahsulotimizda bu ham o'zimiz tengi do'stimiz atak bu uyda qiyinimizcha hech qanaqa tanishmas edik. Mana shu uy sababli do'st bo'lib qoldik. Nasib bo'lsa bundan keyin ham umrbod bo'laversin. Nasib bo'lsa Xudo xohlasa. Materialimizning sifati har doimgidek sifatli rossiyskiy texnologiyada. Umidjon, narxiga keladigan bo'lsak, shu hali ham 90-95 qilib yuribmiz. Ishalganimiz ham yo'q, ko'tarilganimiz ham yo'q. Sababi tushishning ham, ko'tarishning ham hozircha imkoni yo'q. Yana ham kattaroq ob'yomdagi uylarga kelishgan holda sal xayr baraka qilib beryapmiz. Pulli inflyatsiyasini hisobga olganda o'zi 2 yillik narx solishtirsa hozirda naborot minus. Minusga, shunaqa. Nima bo'lyapti? Ustalar narx ko'tarildi. Ustalarning narxi ko'tarilgani sababli bizda ham sal qiyinchilik bo'lyapti. Buni o'zi fasad narxi shu turibdi. Ustalar narxi sal ko'tarilgan. Chunki ustalarning ham mehnatini qadrlash kerak, Umidjon. Ular endi o'tgan yilgi ishlagan narxiga bu yil ishlamaydi. Sababi ularda ham tirikchilik, oilasi bor, boqish kerak. Bozor iqtisodiyoti ham sal ko'tarildi. Endi produktlar ham shuning evaziga, ustalarning xizmatining evaziga bo'lgan atak mahsulotimiz eski narxda turibdi o'zi. Ustalarning evaziga ozgina ko'tarilgan, 90-95 bo'lib. Xonadon bashi zo'r chiqqan. Endi 4000-5000 ga talashib, ishning sifatiga qaramasdan narxiga talashganlarga tavsiya qilmayman. 4-5 so'mga qaramasdan ishning sifatiga talashsa menimcha yaxshi bo'ladi. Shunaqa. Soqilgan yana alohida kafeda yotishapman. Mana shu 2 oy bo'lgan, biror marta yuvdingizmi, yuvmadingizmi? Shu holatida hali. Yo'q, bir marta bir qo'l bilan suv urib chiqqan. Bo'ldi. Qo'l bilan bir suv urib chiqqan bo'ldi. Yana bir, masalan, bir uyingizda tadbir bo'lsa, to'y bo'lsa, boshqa bo'lsa, bitta yuvib olsangiz ham Ha, shu kachirlab yuvsa juda yaxshi bo'lib chiqar ekanda. Laklangan shunday. Kachir qilsa, keyin ham bu keyinchalik ham yana nima bo'ladigan bo'lsa, yana har bir yilda bir marta laklab qo'yish kerak deyapti do'stim. Endi bir yilda bir marta shart emas. Buni misol bu yilning hisobidan qilgan bo'lsak, 2 yillardan keyin yana bitta laklash mumkin. 2 yil, 3 yillarda bir laklanadi endi. 2 yil, 3 yilda любой narsa sal normal turibdi hali. Agar ixtiyoriy u ham laklayman desangiz, qiziqsangiz, bir 2 yil, 3 yildan keyin bitta laklash shu bilan 10 yil o'tib ketadi. Laklamasangiz ham shu turishda ham turadi bu. Chunki biz o'zim tajribamdan chiqarganman. Uyimda turibdi, 5 yil oldin qilganim. Shaxsan uyimda. Mana Umidjon siz har doim borib ko'rasiz. 5 yil oldin qilingan boshqa uylar ham turibdi, hali hech qanday e'tiroz kelgani yo'q. Sifati o'zini yo'qotgani yo'q. Original holatda turibdi. Kanallaringizni ham eslatib o'tib keting. Kanallarimiz, YouTube kanallarimiz bor. Surxon Stroy 2, keyin Surxon Fasad YouTube kanallarimiz bor. Surxon Stroy Telegram kanalimiz bor. Shu yerda misol xohlovchilar kuzatib borish mumkin. Telefon nomerlari qoldiramiz videoning tagida. Hozirda zakazlarimiz olyapmiz. Xudo xolasa bundan keyin ham hali vaqtimiz bor qishgacha. Bemalol hozirgi pagodada ishlasa bo'ladi.
bemalol. -4, 5, 10 gacha ko'tarilib ketgancha pagoda ishlash mumkin. Minusga chiqqan holatda to'xtatamiz ishni, ungacha ishlash mumkin. Rahmat. Charchamang. Sog' bo'lasizlar. Rahmat. Uyingizda faqat to'ylar bo'lsin. Nasib aytganingiz kelsa. Va nihoyat ikkinchi xonadonimiz Jarqo'rg'on tumanida. Ko'rayotgan bo'lsangiz, 2 qavat xonadon. Polni oldi, atrof, yoni va mana bu yoqda garajlari plus sokinlari bilan gipkamen mahsulotidan fasadlar bitdi. Oq, tagi qora, juda chiroyli. Xohlasangiz buni mana shu g'isht fasonda kattaroq razmer yoki kichkinaroq razmerda qilishingiz mumkin. Bu zakasiga qarab. Sokinni ham kafel qildirib yozishmadi, joyiga shundoq birdan gipkamenni o'zidan sokinni ham bitkazib tashlashdi. Uyimizda ko'rayotgan bo'lsangiz 2 qavat aytganimizdek, tepaga atrof kolonnalariga qoradan, tagi qora, o'rta oq bo'lgan. Eshiklarda va derazalarda ham ko'rayotgan bo'lsangiz, atrofi qora palasa berilgani. Bu fasadni однотонный emas, 2 xil qilib ajratib turadi. Agarda buni derazalarda atrofini ham pramoy oq qilganda sal g'alati bo'lib qolgan bo'lishi mumkin edi, lekin bular qora qilgani uchun deraza borligini bildirib turadi. Endi bu gipkamen mahsulotlari narxi qanchadan bitgan mana shu 2 qavat xonadon desangiz, chunki bir qavat xonadonlarimiz devoriga qarab 90-95 ming bo'layotgan bo'lsa, bu 2 qavatli xonadonimiz esa buni kvadrati ham 90 mingdan ketgan. Nimaga desalaringiz, chunki shkatorkasi tekis holatda bo'lgan va ob'yomi katta bo'lgani hisobidan 2 qavat bo'lsa ham o'sha 1 qavat xonadonni narxiga ketgan. Uy egalaridan beriladigan narsa yotar joy, osh-ovqatni beradi, qolgan hamma xarajatni mana shu ustakalarimiz o'zlari qilishadi. Pastda telefon nomer qoldiraman, bemalol telefon qilib bog'lanasizlar.